Diqqat qiling, shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston hududida hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda 13-yanvardan 15-yanvar kunlarigacha barcha hududlar bo'ylab kuchli yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Ayrim joylarda kuchli yog'adi. O'zbekistonning shimoliy hududlarida tunda havo harorati 11-16 darajagacha sovuqqa pastlaydi. Undan tashqari 26 dekabr kuniga kelib O'zbekiston hududiga g'arbdan nisbatan sovuq va nam havo massalari ham kirib kelishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati, Navoiy viloyati va shimollarida 26 dekabr kuni qor kuchli yog'ishi mumkin. Toshkent viloyatining ayrim joylarida ham yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik ehtimoli juda kuchli. Qozog'iston meteorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning Toshkent viloyati bilan chegaradosh hududlar 26-yanvar kunidan yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchiliklar, ya'ni prognozlarni e'lon qilishmoqda, deyiladi ma'lumotda.